Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi İltəbir akimiz yazğan, Uyg'urlarning ma'naviy annesi bo'lgan Rabiya Qodir xonimning hayot qismatlari ifodalangan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Zunun Qodiri apandimning tatib chiqarilgan vaqaliklari bilan Rabiya Qodir xonimning to'y qilish maqsadiga kelgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. U manga mansub. Rabiya o'ltirgan aeroplan tushdan keyin Qashqar aerodromiga qo'ndi. U aeroplandan tushib, avtobus bilan shahar ichidagi Chinabog' mehmonxonasiga kelib o'rinlashdi. Mehmonxona kutkuchisi uni 2 karvatliq ayollar yotiqiga boshlab akirib qo'ydi. Yotoqda kelishgan bir qiz aynakka qarab chechin taraf o'ltiradi. U Rabiyani ko'rib adab bilan o'rnidan turdi va Rabiyaga salom berdi. Assalomu alaykum. Keling. Qaraganda ikkimiz bugun bir kecha hamroh o'xshaymiz. Rabiya kulimsirab salomlashib so'mkasini qo'ydi va o'ziga tava karvatning yonida o'ltirib, bu qizga sapsilib qaradi. Bayıqı so'zdan urumchik ekanligi aniq, biroq hukumatning xodimlarimi bilgili bo'lmaydi. Odatda Uyg'ur ayollarining mehmonxonalarda yotoqda yetishi nihoyat kamdan-kam uchraydi. Ular ko'pincha shahardagi urug' tuqqanlarining, tunish bilishlarining uyida qo'nadi. Umuman xeyli cho'ng bir ishning paydo bo'lmasa, mehmonxonaning yotoq, tomoq pullarini odatdagi xalq ko'tarolmaydi. Urumchidan kelgan o'xshamamsiz? Deb so'radi Rabiya o qizdan. Biror xizmat bilan keldingizmi nima? Shundoq, Urumchidan keldim. Shaxsiy ishim bilan tavakkul qilib keldim. Qashqarda yiqiroq tunishimmi yo'q. Shunga bu yerda yotdim. Ata otishqa mengaman. Mana qarang, singlim deymi sizni, do'stim deymi bilolmadim. Men mu ata otishqa borman. Safarimiz bir ekan. Mening ismim Rabiya. Tijorat qilaman. Yeshim 30 ga yaqinlashdi. 6 bolam bor. Bu qitim boshqa bir muhabbat sodisi bilan yo'lga chiqdim. Rabiya chaqchaq aralash uchiq chiroylik bilan o'zini tunishtirdi. Mening ismim Raziya. Sizni Acha desam bo'lg'idek. Men Urumchidagi danglik o'lima Ramza qarining qizi bo'laman. Men bu yaqin bir tunishimni izlab otishga ketyapman. To'xtang singlim. Rabiya uning so'zini bilib, eshik oldidan o'tib ketayotgan mehmonxona xizmatchisini chaqirdi. "Voy ukam, men qarg'ina. Uduldagi oshxonadan bizga 2 taqsa go'shtlik lag'man, bir chaynak choy akirvatgina" deb 3 so'm pulni tangladi va qo'shib qo'ydi. "Qolg'ini o'zing xajla." Rabiya acha, sizni avor qildim. O'zim ilib yetdim. Boya oshxonaga kiray desam, sapla er kishilar o'ltiribdi. Xijil bo'lib kirolmagan edim. Rahmat sizga, dedi Raziya takkalluk bilan. Voy bo'ldi. Men degan tijorat qilib yurib pishib ketgan. Oshxon pulni bersa har qanday yuguraydi. Buyrug'a ishqa. Haras. Singlim boya gapimiz uzilib qoldi. Nada xizmat qilasiz? Mening xizmatim yo'q. Hozircha dadam opamlar bilan billa yashayapman. Raziya eg'ir bir tinib to'xtab qoldi. Urumchida sizda qizlar oliy maktab bitirib xizmatga chiqib bo'ladi. Raziya, ko'zingizdan uzun yil dard tatgan harg'iliq ko'rinib turdi. Tortinmang singlim. Mening beshimga kelganlarni anglaydigan bo'lsangiz, necha kechilib tong etib ketadi. Bugun toza bir mungdishib, paranslashib oldigan bo'ldik. Mening hozir g'imim tugidi. Pul topdim, boy bo'ldim, erdan boshqa dardim qolmadi. U nomarddan 6 bilan ajrashib ketgan. Rabiya beshidan o'tgan hayot kechirmishlarini, echinishlik turmush fojialarini, shuningdek muhabbat ko'chisidagi talaysizliklarni so'zlab yerim kecha bo'ldi. Raziya uning so'zlarini anglab, to'la yig'lab, yostiqni ho'l qilavatdi. Rabiya o'zimi necha qitim ko'z yish qildi. Endi navbat Raziya kelgan edi. U qattiq bir uf tortib olib so'zini asta boshladi. Hayotingizda faqat oxirgi bir orzuyingiz qopdi. Umu hal bo'lsa, siz to'limu talaylik ayol ekansiz. 9 tal degan ma'nomi shu. Men ota-onamdan boshqa hammadan mahrum qolgan bechoraman. Xizmatim yo'q, oilam yo'q, erim, bolam yo'q, pulim yo'q. Hatta atrofimda yaqin do'stlarim yo'q.
Obdan bilisiz Rabia acha. Biz to'liq o'rta maktabda o'qiyotgan cheg'imizda madaniyat inqilobi boshlanib darslar to'xtadi. Birmuncha cho'ng kichik tashkilotlar qurilib, o'quvchilarni cho'nglarni do'rab, isyanchi, qo'g'duvchi deb ikkiga bo'linib, o'zaro talash tortish, urush jidalga tushib ketdi. Shu paytda Munavvar oqsoqollarimiz ayni chaqlarda Ruslarning yordami bilan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurib, keyin Xitoyga tartqizib qo'ygan pishqadamlarimiz Uyg'ur xalqining ozodligini nishon qilgan yoshurun tashkilot qurgan ekan. Bu tashkilotning bosh shtabi Urumchi universitetida ekan. Mening dadam ömür bo'yi Uyg'ur xalqining hurligi uchun ishlab, yezib, o'qib, so'zlab o'tgan odam. Bir yilları hukumat dadamni Abdul Aziz Mahsumning Sharqiy Turkiston Islom partiyasining g'olliq unsuri deb turmaga sulab jazolagan edi. Dadam bizning kichigimizdan boshlabla millatchi qilib tarbiyalagan edi. Shu chaqlarda akammu bu tashkilotning bir rayondagi mas'uli bo'lsa kerak. Do'stlarim, savoqdoshlarimning bir munchisi shu tashkilotga a'zo bo'lsa kerak. Tashkilotning nizomnomasida zanjirsimon aloqa shakli ta'kidlangan bo'lib, bir a'zoning faqat tunishtiruvchi bilan o'zi tunishtirgan ikki kishidan boshqasini surishtirishi man'iy qilinadi. O'quvchilar 10 tiyin badal puli topshiradi. A'zolar burun 1933-yili, 1944-yilları qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bayrog'i bo'lgan ay yulduzuq ko'k bayroqning oldida vatan millat ozodlik uchun hayotimning oxirgi nafsigacha kurash qilaman, millatimga mangu sodiq bo'laman deb qasam ichadi va a'zolik iltimosiga barmog'ini qon chiqarib qo'l qo'yadi. Məxfiyyətlik şunda qattiq ta'kidlanadiki, bir tashkilotning ishidagi ikki do'st bir-birimiz bilan tashkiliy masalalarda paranglasholmaydik. Akam ehtiyot yuzasidan bir qancha qitim meni cho'ng kishilar bilan aloqalashishga ishlatdi. O'z tashkilim tarafidanmi bir necha qitim maxfiy ishlarga buyurildim. Xeyli cho'ng nupuzliq hukumat amaldorlari Uyg'urlarning bu ishning beshida ekanligini bilatdik. Vakillerimiz bir qancha navbat chegaradan o'tib, Sovet ittifoqi taraf bilan aloqalashib kelganligini anglagan edik. Urumchidagi bir guruhga maxfiyatdagi pash bo'lib qolganda, Sovet tarafga Qozog'istonga maxfiy yo'sinda chiqib ketgan edi. Har rost, maxfiy deb turib hammani so'zlab ketdi. Bu qiz deb o'ylab qolmang yana. Bu ishlarning hammasi Xitoy hukumatiga besh qo'ldak ayon bo'lib bo'ldi. Faqat xalqimizda bu ishlarni bilish tugul, qilgan ishlarimizni anglasa, bizdan urkib, jin chaplashib olganda qo'rqib ketishidi. 1969-yili 6-oyning oxirida Sharqiy Turkistonning 7 cho'ng shahrida birla vaqtda cho'ng harbiy holat yurgizilib, harbiylar, soqchilar va Bington askarlari 30 necha ming Uyg'urni tutqun qildi. Oliy maktab o'quvchilari bor edi. Albatta Uyg'urlar nazarband qilinib, hammasi harbiy lagerlarga solandi. Shu qitimqi cho'ng tutqunda bir qism kishilarimiz nazorat ostida yashashga qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ko'p sonliklari qo'lga ilinib turmlarga tashlandi. Abdulm rayonining muavin raisi Muhammad Iminov doktorxonada yoshurun o'limga mahkum qilindi. 1970-yili 5-oyning 29-kuni Ili Cho'chak qo'zg'olonining 8 yilligi kuni Xitoy hukumatı Urumchida to'xti qurbon Niyoz Umar, Abdurahim Boqi, Ahmad Axun, Imin Ikrom, Hoshur Qori, Imin Isa, Muhammad Iminboy, bosh qahramon Dolqin Ibrohim qatorliq nurg'un yetakchilarimizni itib tashladi. Qashqarda maxfiyatlik oshkorlab qolganlikdan muddatdan burun qo'zg'alishga majbur bo'lgan Axunub, Mijid, Xayrulla, Osmonjon, Muhammad Imin, Xayrnisa qatorliq sabdoshlarimiz bir tomcha qini qolg'ucha etishib turib qurbon bo'ldi. Hukumat Qashqarda Ahmadjon Munir, Mijid Saqi, Rozi Hikim, Muhammad Imin qatorliqlarni, G'uljida Abubakri Zohir, Mo'min Qori, Abdujabbor, Sabir, İsmail Ömer, Abdug'ani, Xo'jahmad, Dong Mehmet Qodir, Hanifa, Yusuf Musa qatorliqlarni so'roqsiz etib tashladi. Hukumat shu chaqda hatto nahiyalik harbiy idora qilish guruhiga va polik darajalik harbiy organlarning hammasiga odam etish huquqini bergan edi. Shu qitimliq tutqunda Uyg'urlarning nini Munavvar, o't yurak yoshlari oshkora yoshurun o'ltirildi, turmaga tashlandi, hapsida qiynab o'ltirildi.
yoki 10 necha yillab turmada yetib, jangovar ruhiy, yoshlik g'ururi dafsanda qilindi. Men shu kundagi qonliq bostirishda qo'lga ilindim. Shu chaqda men 17 yoshda edim. Turmada opamdek yashagan ayollarni 14 yoshga kirmagan kichik qizlarni ko'rdim. Uzun yillargacha yoshlik g'ururimning kuchi bilan qasmimga amal qilib yetib ketdim. Keyin bilsak, tashkilotimizning har darajalik organlariga bir muncha sotqin Uyg'ur josuslar suqunib kirib olgan ekan. Shular bilib qolgan a'zolarimiz va qiyin qistoqqa chidamay boshqalar pash qilib qo'ygan sabdoshlarimiz 8-10 yil yetib ketdik. Yoshligimizdagi orzu armonlar, qutuq tilaklar va o'tiq sevgilarning hammasi xuddi so'pin ko'pikiga o'xshash yo'q bo'lib ketdi. Turmadan chiqsam, o'zimning badinimda boshqa hech narsa qolmabdi. Uzun yillardan beri bütün yoshlarga yo'lboshchi bo'lgan, 8 yil bir turmada yetib ko'rib boqmagan bir yigitni g'oyibona yaxshi ko'rib qolgan edim. Turmada uzun yil uning simosiga oshiq bo'lib kunlarimni o'tkazdim. Endi mana uning oldiga necha yillab yongan yuragimni pido qilish uchun ketyapman. Raziya uzun so'zini tugatib, yana bir qitim cho'nqur tortib nafas oldi. Singlim, nima deyapsiz? Robiya jiddilashib yotgan yerdan qo'pib, Raziyaning karvati yiniga kelib, uning ikki bilikidan tutib, silkib so'rdi. Siz kimni izlab ketyapsiz? Sidiq Hoji Ro'znimi? Nima? Sizmi? Tova, ikkimiz tangla bir odamga oshiq bo'lib ketdik-chimi? Ma'o taqdir qismatni ko'ringlar. Bular ikkisi ün-tünsiz quchoqlashib yig'lashdi. Robiya yig'lab turib Raziyaga hayronlik va taajjub bilan tikilib qaradi va tamkinlik bilan: "Jinim singlim, biz bu qisoslarimizni ilishimiz kerak. Uyg'ur xalqi Sidiq Hojiga va mang muhtoj. Sidiq Hojimi mendek birsiga muhtoj. Men sizlar qalmashtira olmagan shu ulug'vor ishlarni endi boshlamoqchiman. Men chuqum sizlarning orzuyinglarni ishga oshiraman. Menda yetarlik iroda bor, aql bor, iqtisod bor", dedi xiyolchan ko'zlarini uzoqlarga tikib turib. İkisi tong otqicha mo'ngdishib och-singil bo'lishdi. Albatta, singlisi ochsiga yo'l bo'shtidi. Robiya uni qoyil qildi va atsla Raziyaga Urumchiga aeroplan bileti ilib yo'lga silib qo'ydi. O'zi avtobus bilan otishga qarab oldirab yo'lga chiqdi. Bir ko'rib oshiq bo'ldim. Avtobus Robiyani Atush shahrining kichkina bozoridagi yo'lovchilar qatnash bekiti oldida tushirib qo'ydi. U Sidiq Hojining uyi bor yezini so'raydi, kishilar aynika deb yaqinla bir yerni ko'rsatib qo'ydi. U yo'l bo'yi to'xtamay so'rab, piyoda minib yurib, aynika degan yeziga yarim soatda aron yetib keldi. Atushda taksi, kira avtobusi degandek motorliq mashinalar ko'rinmaydi. Kishilar velosiped, eshak harolarida qatnaydi. Robiya yeza bozorga yetib kelgandan keyin bir oz demini elib olib, yo'lda ketayotgan bir bolani chaqirib so'radi. "Fukam, men qarang-a. Sidiqning uyi qayoqda?" "Qaysi Sidiqni deyla? Yaxshi Sidiqnimi, yomon Sidiqnimi?" "Yaxshi Sidiqkam cho'ng atratning sekretari. Yomon Sidiq hapsidan chiqqan aksinqlabchi. U hozir jangalda ishlayotidi." "Meni ashu jangalga boshlab boramsan, Fukam? Men ma'u 5 so'mga kam kuslaring elib ol", dedi Robiya u bolaga. Bola pulni qo'liga elib, ishengisi kelmagandek oldi-keyniga o'rib qarab biqib, birdilla yayrab ketdi. "Yursizlar jinimocha, birdan opiraman. Hey, saqlasizlig'u, uyga berib eshak karusini qo'shib kelatdim. Bula, piyoda mangli, chapsan bo'l. Haros, uni uyi nadirak? O'zi to'y qilganmi?" Robiya aldirab so'rdi. "Sidiq Hojikamning dadisi mahallimizning pomishchiki. Uyi ashu jangalda. Aslida-ku hozirgi cho'ng atratning ishxonasi shularning uyi ekan-to'q. Hukumat tortib olganmish. Mahalda hech kimni ular bilan gaplashishga ruxsat qilmaydi. Sizlar tuqqan o'xshamamlar. Sidiq Hojikam to'y qilmadi. Aksin qilib tursa, haq qiz beramdi. Bilmamlar.
dedi bala asta pichirlab. Mug'ambarlar kulib. 5 so'mni olgandan keyin u Sidiq Yamonni Sidiq hojikam deb so'zlashga boshlagan bo'ldi. U bala Sidiq hojini yiroqdan ko'rsatib qo'yib uyiga yugurdi. 4 taraf qaqas cho'l, dal-daraq, suv degandan asarmi yo'q, yiroqda dopdak yo'g'on ketmanni egiz ko'tarib, butun kichi bilan yerga urib, bo'z yer echayotgan Sidiq hoji o'ziga qarab kelayotgan ayol kishini ko'rib, olqini bilan peshonasiga tarni surtga sinchilab qarab turib qoldi. Yiroqdan cho'chaklardagi parizatdek zilvo badan, g'unchi bo'y, belidan töviniga sangilab turgan qapqara sumbul chichi yenik tavrinib, silkinib turgan bir go'zal soyib Jamol uning qarab udul kelyotdi. "Ah Xudo, menga nim karomatlarni ko'rsatayotgansan. Bu umummi yo tushimmi? Bu soyib Jamol qiz insonmi yo osmondan tushgan parizatmi? Tova, atdigan ko'rgan tushim to'g'ri chiqyotamni nima?" Sidiq hoji bir o'ylab, bir hang vaqib o'ziga yiqilib kelib qolgan qizga sap soldi. "Assalomu alaykum Sidiq hoji apandi, yaxshimisiz?" Sidiq hoji xudini yig'ib bo'lguncha qopqara ikki ko'z uningga tikildi. U javoban "Va alaykum assalom" dedi-yu, "Salom farishta" dedimu yoki "Kiling farishtam" devatdimu, nima deganini o'zimi bilolmadi. Yuragi bo'lsa, hech sezmagan bir chanqoq tashnalik bilan dupildashga boshladi. "Men sizni izlab keldim, yiroqdan keldim." Robiya shu so'zlarni jasorat bilan og'zidan chiqardi-yu, aqli lol bo'lib, tili gapga kelmay qoldi. Uning yurak so'qishimi boshqa bir sezgu tarafidan tizginlangan edi. Uning oldida basti kelishgan, o'ngib ketgan ko'ynigidan mardona ko'ksi ko'rinib turgan, yengini turib olgan, bilaklardan kuch g'ayrati urg'ib turgan haqiqiy Uyg'ur yigiti tik turadi. Uning burkutdek o'tkir ko'zlaridan kuchlik bir g'azab uchquni, putmas muhabbat yalquni chaqnab turadi. Talay erkaklar bilan so'da muomala qilib pishib ketgan Robiya hech bir zaman bugünkidek o'ng'aysizlanmagan, tamtirmagan edi. "Uyga boshlay" deyaldi Sidiq hoji bir ozdan keyin orqa tarafdagi xeli yiroqdan ko'rinib turgan kapini imo qilib. "Avu yerdagi ujmining soyasida o'ltirib bir oz ahvolishaylikmikin? Sidiq hoji Ro'zapandi." Robiya xuddi "Men sizni yaxshi bilaman" degandek qilib, uning ismini urg'ulab qo'shib qo'ydi. "Do'stingiz Osmonjon Savutning salomini ilib keldim." Robiya so'ngkisiga qo'lini uzatdi. "Osmonjon?" Sidiq hojining lavlari titrdi. U xatni asta qo'liga oldida, Robiyanimi unutib konvertni oldirab ichib xatni o'qishga boshladi. Sidiq hojining ko'zlari xat ustida yugurmoqda. Yosh tomchilari ko'zdan mag'ziga sirg'ib tushmoqda edi. "Rahmat sizga singlim. Menga bebaho salom ilib kelibsiz. Sizdek bir go'zal parizatdek qiz shuncha uzoq yerdan meningdek majburiy emgak qilayotgan aksi inqilobchini yo'qlab kelibsiz. Shu topda beshim osmonga yetdi. Sizga bo'lgan minnatdorligimni qanday ifodalashni bilolmayapman. Ig'ir kunlarda dardingizga darmon bo'lay deb keldim", dedi Robiya so'zini boshlab. U beshidan o'tgan kechirmishlarini qisqagina, ammo qiziqarli qilib so'zlab berdi. Orliqda Sidiq hojining nom shuhrati haqida anglaganlarini qistirib o'tib ketdi. "Shundoq singlim, biz Uyg'urlar uchun bu adolatsiz dunyoning o'zi bir qafas. Vatan deb ko'krak kerib chiqdik. Haqiqat izlab so'zladik. Mukofoti 10 yillik so'roqsiz turmi bo'ldi. Ko'rdingizmi? Men turmadan chiqdim debdiman. Asli zindon mana mush yerda ekan emasmi? Mening millionlagan xalqim mana mushu zulmat ichida ingrab yashayotdi. Yana kelib o'zining bishini silgan, g'imini yegan yo'lboshchilarining bishiga dessab yashayotdi. İbrahim Turdi deydigan ataqlıq millatchi bir shoirimiz bor edi. Xalq ishlar nazoratida nozir vaqtida Turpan xalqiga suv qurilishi uchun nurg'un pulni talishib yurib hal qilib berib, uzoq o'tmayla o'zi nazorat ostida o'zgartishga Turpanga polinibdi. Xalq uni xo'rlab, kurash qilib, jinoyatini topshir deb qistavergandan keyin u ochig'ida "Mening jinoyatim senlar suvsiz qolganda suv, och qolganda osh berginim" debdikan. Sidiq hoji jarangliq ovoz bilan so'zlashga boshladi. "Vatan millatni hurriyatga erishtirish uchun allaqachon niyat qilganman.
Men deginimni qaytmas irodam bilan amalga oshirmay qo'ymaydigan ayolman. Menga faqat sizga o'xshash bir sabdoshkam. Men sizni orzulab keldim. Rostimni aytsam, mening o'ylaganimdimmi mardon ekansiz. Ammo men tashna bo'lgan so'zni siz og'zingizdan chiqara olmadingiz. Men sizning meni amringizga elishingizni orzu qilaman, dedi Robiya ko'nglidagi naq gapni bir yo'lila o'ttirga tashlab. Sidiq Hoji bu so'zlarni anglab bir hozagacha yerga qadalg'inicha jimjit o'ltirib ketdi. Ondan beshini ko'tarib, tishini tishlab, ko'zini ching yumib elib o'yga patdi. Orqadan osmonga qarab cho'nqur bir tindi va Robiyaga tikilib qaray olmay beshini sangilatib so'radi. Rahmat singlim, men Uyg'urning qayg'usiga ham nafas bo'lganlarning tugab ketmaganligidan suyundim. Ammo bir ayol zotining erga tegman deb kelganini hech anglab baxmadim. Men bu haqda bir narsa deyolmayman. Siz degandek jur'at qila olmayman. Robiya tinmay so'zladi. Lekin Sidiq Hoji nima uchundir ota-onasi oldida xijil bo'ldimi, o'zi tortayotgan bu qarg'ish kunlarga yana birsini sherik qilishni ravo ko'rmadimi, ish qilib, ko'ngliga pukkanlarining aksicha Robiyaning talabini chiroyliqcha rad qilib turib oldi. Ammo u har bir eg'iz so'zni vijdoniga xilof holda, yuragining sezimiga zid holda va o'ylaganlarining ta'tirsicha so'zlayotganligini o'zi sezib turdi. Vaqt o'tgan seri Robiyaning g'urur tuyg'usi sezgurdishga, ochiqda gaplari qiyodash tarafiga o'tishga boshladi. U o'rnidan turib jiddiy qiyofatda so'zlashga boshladi. Holingizga qarang. Vatanni qutuldirman deb maydingizga urib o'ttirg'i chiqib, umidlaringizni ishga oshira olmasdan turmadi yatdingiz. Chiqqandan keyin texmo battar g'urbatchilikda yashayapsiz. Sherin orzularingizning amalga oshishi uchun meningdek birsiga muhtoj ekanligingizni obdan bilasiz. Mening narim kam, go'zal ruxsorim, qaysar irodam, aql farosatim sizga yaramadimi? Men bilaman, siz menga o'xshash oshiq bo'ldingiz. Bu taqdirdan qochib qutula olmaysiz. Yo'q desangiz, mayli, qarab turing. Millatimni, hatto sizdeklarning hammasini bu asoratdan o'zim qutuldirmasam, mening etim Robiya bo'lmay ketsin. Men Uyg'ur bo'lganligim uchun ota-onangizni yo'qlab qo'yib ketaman. Bozordan bek ko'p narsa elib olibman. Eg'idan ortiq ko'tirib yurmay. Xayr xo'sh, Sidiq Hoji Ro'za apandim. Robiya kayni qarabmi qo'ymay udul mingib ketdi. Sidiq Hoji 2-3 soat vaqt ichida bo'lib o'tgan ishlarning rost yolg'onligini, o'ngi yoki tushi ekanligini farq etolmay, bir kun chekadigan ochiq mo'xurkisning hammasini chekib bo'ldi. Qo'li zodala ishga bormadi. Qattiq xumor tashnaligida uyiga baldur qaytishga majbur bo'ldi. O'g'lim, bugun uyga go'zal bir qiz keldi. Osmonjon og'inaning salimini akapti. Qora dasturxondagi ne'matlarga texi nechiqur kiyim-kechaklarmi bor. Bir muncha pulmi turdi. Seni chaqiray desam, yo'q, keyin ko'rishamiz deb ketib qoldi. Ko'rdim o'g'lim, mana bu narsalarni elib kelibdi, dedi opsi Sidiq Hojiga ishdan kirishi bilanla. Shundoq opa, ko'rdim, hammani ko'rdim, dedi Sidiq Hoji yerga qarab. Vatan ozod bo'lganda kunduzi onasi uchun atrofdan belgilab yergan majburiy bo'z yerni ichish emgigini qilib, kechda uyida to'xtamay kitob o'qiydigan, tafakkur qildigan Sidiq Hojining hayoti shu kundagi go'zal qizning ziyaratidan keyin tamoman o'zgardi. Oldi bilan 3 kun chekadigan mo'xorka bir kun yetmaydigan bo'ldi. Uning ishqa faqatla quli bormidi. Shu kuni qattiq chaqmoq chiqib, chiqini go'yo uning yuragini kuydirib o'tgandek bo'lib qoldi. Robiyaning keskin va o'tkir so'zlari, talmurib turgan mag'rur ko'zlari, har bir harakatida do'lqillab turgan qapqara sochlari xuddi to'xtamay quyilgan ekran rasmidek uning ko'z oldiga kelib, uningga oromlik bermadi. U ba'zi kunlari o'zining og'ziga urib ketdi. "Hey mening bitalay og'zim, yuragim ha deb tursa, sen ajab yo'q deb ta'tirlik qilding-a? Sit. Allah nisb qilgan ma'shug'im edi u." Sidiq Hoji adsini boshlab har kuni kechda tamburini ko'tarib uydan chiqib ketadigan bo'ldi.
Mahalliklar har kechida tong otqicha tamburi bilan tang yayirgan "Nadisan Robiya" degan mo'ngluq naqshini anglaydigan bo'ldi. Nadidur shirin so'z zulpi chashlig'im, ayrıldım, seg'indim, ko'zga to'ldi yosh. Nadidur men ko'rgan lolarang lavlar, nadidur baxtimga parlagan quyosh. Tumanğa kümülgen qağılның tig'i, saylari şivaqlıq g'erib makoni, ziminga bishimdin unchilar chashdim, nadidur Robiyaning tutqan jahoni. Mahallada cho'chak tarqaldi. Osmondan parish tushibdak, sidiq yomonni aktiman desa ketmabdak, shundan beri o'zi osmonga qarab g'azal to'laydigan bo'p qopdak. Robiyani boshlab kelib 5 so'm pul olgan bola hammaga guvoh bo'lib ko'rganlarini so'zlab yurdi. Sidiq hoji shu kundan e'tiboran quliga qaytadan qalam elib, necha daftarni muhabbat lirikalariga, to'g'risi, so'ygu, oshiq, majnun, mashrab temalardagi she'rlarga to'shqizvatdi. U chidamadi. Oxiri yo'lga chiqdi. Aqsuga yetib kelib Robiyani izlab topdi. Sidiq hoji mana endi erkaklarga xos so'ygu izhorini bayon qildi. Uning Robiya bilan ko'rishib o'qigan o'tliq misralari Robiyaga ajoyib ta'sir qildi. Pasli gulshan, zinnati farqi turuqliq qizg'inib, husnidan ranglar talashgan nav bahorim nadidur. Ikki oshiq ma'shuq o'tliq qasamlar bilan elib tegishadigan bo'ldi. Ammo endi Robiya oxirgi shartini jakorladi. Men hayotimda tunji qidim bir yigitni yaxshi ko'rdim. Murodimga yetdim. Mushi sharaf bilan, mushi muborak nomingiz bilan, samimiy so'ygi muhabbatingiz bilan yolg'iz yashashni xohlayman. Chunki men sulab qo'ysa qafasni chaqadigan, o'yga sulsa tomlarni o'rib o'tadigan, bog'lab qo'ysa zanjirni uzitadigan arik qiziman. Hech kim meni shaxsiy mulki yoki quli sifatida o'yga sulab qo'ya olmaydi. Men erkin yashayman, hurlik uchun kurash qilaman. Maqsadimga yetish uchun pul topaman. Pul bilan yana 100 topaman. Uyg'ur qizlarining bo'ysunmas qaysar irodasini dunyoga jakarlayman. Mana bu mening to'y qilish shartim. Sidiq hoji uning qo'lini ching tutib turib xitob qildi. Men bu hayotimda faqat sizni yaxshi ko'rdim. Sab so'ygimizga sodiq bo'layli. Yo'q, o'libmi yurmayli. Siz menga yordamchi bo'ling. Meni himoya qiling, meni qo'llang. Ikkimiz birlikda bir-birimizni yo'layli, dedi Robiya Sidiq hojiga. Qani Robigul, yo'lingiz uchuq, kayningizda so'yginingiz bor. Qafasni qandoq chaqalaysiz, tomni qandoq o'ralaysiz, zanjirni qandoq uzalaysiz, men ko'rib boqay, dedi Sidiq hoji. Ular to'y tayyorligini puxtalab, otushqa qarab yurib ketdi. Hiliqi kuni yo'qlab kelgan go'zal qizni boshlab kirgan o'g'ilni ko'rib, Sidiq hojining onasi bekli suyundi. Adsi Sidiq hoji bilan Robiya to'y xati elish uchun yezliq hukumat ishxonasiga bordi. Ular to'y xatini elib, taloqqa chiqqandan keyin Sidiq hoji erlarga xos ma'yus bir holatda o'zini tutib ololmay: "Nim degan qosh talay bu? Ah, nim degan rahimsiz qismat bu? Yuragimdan so'ygan bu pariga bugun chiroyli bir do'ppima kiygizolmadim. Yanchug'imda bir tiyin pulim yo'q. Qachon tanishiladi bu dunyo?" deb vaqirab ketdi. "Menda pul bor, siz hargiz ko'nglingizni buzmang", dedi Robiya Sidiq hojining ko'nglini yasab. U toki bugungi kungacha o'zining necha 100 ming so'm puli borligini Sidiq hojiga aytmagan edi. Uni mol dunyoga qiziqib yaxshi ko'rgan bo'lmasin deb ansirab, pulining ko'pligini yushirgan edi. Shuningdek yana o'zicha Sidiq hojini sinab o'tdi. 1978-yili 7-oyning 31-kuni ular yiroq yaqindagilarga to'y qilganligini xabar qildi. Pomishchikning o'g'lining to'yiga qo'rqib hech kim kelmadi. To'y kuni Sidiq hoji o'zi dutorchilib naqsha aytdi. Onasi o'tirg'i tushib usul o'ynadi. To'y kuni Sidiq hojining nemishqidir o'zi xushal, ammo ko'ngli yerim edi. U maktabdagi nurg'un do'stlarini asladi. Hisobsiz sabdoshlarini asladi. Yillab bilayotgan turmudoshlarini asladi. "Kechiring Robigul. Men sizga cho'ng to'y qilib berolmadim. Peshonamga yezilganlarning ta'tirligini ko'rdingiz", dedi Sidiq hoji Robiyaga. "Yo'q, bu to'y hozircha sizga qarz.
Amanat bo'lib turib tursin. Vatan ozod bo'lgan kuni menga boshqadan to'y qilib bersiz, dedi Robiya xushal holda Sidiq hojining ko'ksiga beshini qo'yib. Shunda qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh qomonat.